6 bab. Davud yana İsraillarning sarxil lashkarlarini yig'di. Ular jami 30 ming chiqdi. Davud Xudoning ahdi sanduqini elib kelish uchun ularni boshlab Yahudiyaning Baala shahriga qarab yo'lga chiqdi. Qudratli sardor Parvardigorning taxti ahdi sanduqining ustidagi ikki kerubning o'ttirsida bo'lib, uning nom sharifi ahdi sanduqida edi. Ular Xudoning ahdi sanduqini kichikroq bir tog' ustidagi Abinadabning uyidan ko'tirib chiqib, yangi bir harvining ustiga qo'ydi. Abinadabning o'g'illari Uzza va Ahiyo harvini haydab mangdi. Ahiyo harvining oldida mangdi. Davud va butun Isroil xalqi Parvardigorning huzurida lira, chiltar, dab, sapoyi va janglarni chelib, hayajon bilan naqshi aytib, usul o'ynavatdi. Ular Nakonning xamniga kelganda kala putlashib, Xudoning ahdi sanduqi tushib ketay deganda, Uzza qo'lini uzitib, uni yo'lib oldi. Biroq Uzzaning bu harakati ahdi sanduqiga xalqancha tegmaslik qoidasiga xilof bo'lganligi uchun Parvardigor Xudoning g'azabi kelib, ahdi sanduqining yenidila uning jinini oldi. Davud Parvardigorning Uzzani jazolaganligiga xafa bo'lib, u ya'ni Paras Uzza, ya'ni Uzzaning jazolanishi deb otidi. U yer hozirgacha shu nom bilan otilib kelmoqda. Shu kuni Davud Parvardigordan qo'rqib, Parvardigorning ahdi sanduqiga qarash vazifasini qandoq qilib ustimga olalayman deb o'yladi. Shuning bilan u Parvardigorning ahdi sanduqini o'zi turayotgan Davud shahriga akilishni xohlamay, uni Gotliq Obed Idomning uyiga opirib qo'ydi. Parvardigorning ahdi sanduqi Obed Idomning uyida 3 oy turdi. Parvardigor Obed Idomning butun urug' jamiyatiga baxt ato qildi. Davud podshoh ahdi sanduqi sababidan Parvardigor Obed Idomning jamiyatiga va uning qo'l ostidagilarning hammasiga baxt ato qilibdi degan xabarni anglab, Obed Idomning uyiga berib, u yerdan Xudoning ahdi sanduqini xushal holda Davud shahriga yetkab keldi. Parvardigorning ahdi sanduqini ko'tirib manganlar 6 qadam mangandan keyin Davud bir buqa va bir bordalgan mal qurbonlik qildi. Davud kandir raqtdan tikilgan ruhaniylik tonini kiyib, Parvardigorning huzurida hayajon bilan usul o'ynadi. Davud va butun Isroillar burg'i chelib, olqish yangritib, Parvardigorning ahdi sanduqini Yerusalimga ko'tirib mangdi. Parvardigorning ahdi sanduqi Davud shahriga kirgan vaqtda Saulning qizi Mikal derizidan Davud podshoning Parvardigorning huzurida sakrab usul o'ynab ketganligini ko'rib, ko'nglida uni mansitmidi. Ular Parvardigorning ahdi sanduqini Davud uningga atab tiktirgan chedirga akirib qo'ydi. Davud Parvardigorga atab ko'ydirma va omonlik qurbonliklari qildi. Shuningdan keyin u xalqqa qudratli sardor Parvardigorning nomi bilan baxt tilidi. Yana butun xalqqa ayol demay har bir odamga birdan non, xo'rma qiqi va kishmish ulashtirib berdi. Shuningdan keyin ko'pchilik o'z uylariga qaytishdi. Davud o'z jamiyatiga salom berish uchun uyga qaytdi. Saulning qizi Mikal Davudni qarshi elishga chiqib, uningga ta'ni qilib, "Pah, Isroiliyaning podshohi bugun qalt shon shafqatlik bo'lib ketibdi-ku. Amaldorlarining detaklari oldida xuddi paskashlardek yerim yalang'och bo'lib o'zlarini ko'rsatdilar-ku", dedi. Davud uningga, "Usul o'ynagan bo'lsam, otangning va uning butun jamiyatining o'rniga meni tanlab, o'zining xalqi bo'lgan Isroilning beshi qilib tayinlagan Parvardigorning oldida shotlanib o'ynadim.
Men qancha obro'siz qalsammi, sen meni qanchalik ko'zga ilmasangmi, men yanala usul o'ynayveraman. Vaholanki, sen tilga olgan ashu didaklar bo'lsa, meni hurmatlishidu, dedi. Saulning qizi Mikal ömrünün oxirigacha farzand yuzi ko'rmadi.